3D Max'da shunaqangi muammo bor. Hozir yoqib ko'rsataman. Max'ni ishga tushirganda ошибка paydo bo'ladi. Mana. Bu qanaqangi holatda, ya'ni svet o'chganida kompyuterni o'zingiz o'chirmaganda programma ошибка berib qoladi. Qayta yonmaydi. Buni to'g'rilashni hozir ko'rsatib o'taman. O'chiramiz. Chiqamiz. Xo'sh, u uchun biza demak dokument C papkaga kirib, bu yerda pользователь. Xo'sh, o'zimizni nomlangan kiramiz. Xo'sh, keyin lokal 3D Max diskga kirib 3D Max mana menda 21-yil 64 talik NU degan papka bor. Mana buning ichida o'zini saqlaydi nastroykalari, faylchalari bor. Mana shu papkadan chiqib полностью o'chirib tashlash kerak. O'chiramiz. Kazinkadan ham o'chiramiz. Ana endi Max'ga kirganlaringizda problema yo'qoladi. Ошибка bo'lmaslik kerak endi. Manimcha ishlab ketdi. Ana o'sha Vreyni panelchasini ochdi, Coronanikini ham ochdi. Mana shu sizlarga aytib o'tgan ma'lumotim shu edi. Kimgadir kerakli bo'lsa bemalol foydalanishingiz mumkin.